Rahmat. Tanimadingiz-a? Nima tanimayman? Tanidim. Siz anavi insonsiz-ku, layk bosib, layk bilan mani поддержка qilib o'tirardingiz. Ay, bir yosh katta qizi bo'lmaydimi? Qarang. Najimiz. Gap otmasakansizda manga. Sovg'a otib keting, chiqib ketayotganingizda. Qachon qilib beringlar? Aytgani uchun rahmat. Shoh aka, assalomu alaykum. To'yga chaqirib qani endi bu qiz? Kepsiz-ku yana. Akmaljon aka, assalomu alaykum. Da, keldim. Qaytdim. Yo'q, gap otolmayman. Otmayman. Sizni rosa kutdim. Ay, o'zim akam. Qalay, nima gaplar? Hozir qatladasiz? Qayerga haydabosiz bura? Yaxshi kelin izlayapmi? Yaxshi kelin izlayapman. Ha, chiqib qoladi, nasib. Peshonaga yozilgani bo'ladi. Fransiyadaman. Zo'rku. Eyfel minorasini ko'rdingizmi? Qarayman, siz bittada taniganimmi? Shunaqa-de. Mani o'rnimga ham ko'rib qo'ydingizmi? Yashang, ko'zlaringiz dard ko'rmasin. Qassob. Assalomu alaykum, keluvdik, mumkinmi? Ha? Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Layk olsun, rahmat. Sigirga o'xshab ovqat yevermay, behurmatli bo'lib qolmasin sizlarga. Ancha yosharib ketibsiz. Thank you. Nega qabul qilmadingiz? Adruza tashaganmidingiz? Bo'ldi, qabul qilib qo'yaman efirdan keyin. Menga o'tganlar assalomu alaykum, hello, hi. Biz ham inglizcha ikkita-uchta so'z bilamiz. Layklar uchun rahmat. Ozgina to'lib chiqibsizmi? Ozgina. Qayerdansiz? Toshkent. Assam. Thank you. Da, ozgina to'lishdim. Yoshardim. Bo'ldi, endi kelaverasiz, okey? Ochdim, endi chiqmayman, o'tiraman shu yerda. 24:07 o'tirmayman, kiraman har kuni, efir ochaman. Mana shu oy oxirigacha soat yetkazishim kerak. Chiroyli ekansiz, stolichkamga yozib yuboringchi. Bo'ldi, hozirda cho'chcha orqaga tashlab yugurib borib lichkangizga yozaman men sizni. My friend, assalomu alaykum. Shunaqa-de.
Aktiv ko'taryaptilar shekilli. Shani aktivingizni ko'tarib keling. Kartal. Good. Bular efirdan chiqib ketaman deb X bosaman deb like bosib ketishyapti. Mayli, dard ko'rmasin like bosgan qo'llaringlar. Bedel. Bunaqa chiroyli niklarni qayerdan olasizlar? Endi vidoshi bo'lasizmi? Vidoshi bo'ldim. Aka, hamma oyi boshida vidoshi bo'lib kirsa, men jinni qo'yga o'xshab oyi oxirida kirib vidoshi bo'lib oldim. Hozir aytaman sizga 18 soatim qolgan. Mana shu oy oxirigacha soatimni yetkazaman. Nasibasini debman. Barakasini bersin. Hozir 5 ga qilib qo'ydik 5 kunda. Alaka uchun rahmat. Bo'ldi, vidoshi bo'ldim. Galochka yondi, efir ochyapman. Nimani? Yo'q, ichmayman kofe. Siz ipli, sizga ishonaman. Ay, rahmat, ishonchingizni oqlayman. Menga o'tganlar, assalomu alaykum. Joyni o'zgartiribsizmi? Xonamni studiya qildim. Kreslo oldim. Lampa oldim. Bu yerda shu kompyuterlar o'zgartirdim. Kimga almas kerak bo'lsa, yagonadan olasizlar. Reklama qildim. Biram zerikarli. Battle o'ynashimiz kerak edi. Shuni kutyapman-da. Almazam o'zingiz soting, keyinroq o'rganib oling. O'zim almaschi bo'lib ketaman. Nima bo'ldi endi, faqat bego'dan pul ishlaysizmi? Yo'q. Ishga kirganman, boy. Ertalab soat 7 dan 9 gacha bitta ofisga borib zavtrak tayyorlab beryapman. Shvedskiy stol chiqarib beryapman. 2 soat borib zavtrak tayyorlab kelaman. U ishim bu bego qo'shimcha ish bo'ldi. O'zi begoga qaytmasdim. Hozir iloji yo'q, qaytishga to'g'ri keldi. Sabab bor. Bu ham endi qo'shimcha ishda harni barakasini bersin. Ana shunaqa-da yozganda yozmadingiz o'zingiz. Noz qildingiz. Baby. Hi. Yozmadingiz-da mana yozganimda. Keyin ketganimdan keyin qadrimni bilib yozdingizmi? O'sha unda kechada o profilimni berib yuborishdi-yu. Chiqib qolganimni qarang, yomon chiqib qolibman-a. Sonda, xudo.
Bo'lishi mumkin. Kimda nima bo'lsa, eksklyuzivlar bo'lsa ham tashlab turinglar. Mana bu хотя бы sal to'pga chiqsin. Oxirgi payt rosa yomon o'zim g'alati bo'lyapman. Oldin aktrifam yaxshi edi, hozir yo'q. Qanday dunyo go'zali, zo'rmi? Cho'tki bo'ling deb. Jo'rabek aka, siz bor ekansiz. Assalomu alaykum. Akmal aka, kim bitta ID bor ekan. Odamim ham yo'q, o'tiribman. Ming so'mdan akajonlar, iltimos sizlardan akajonlar, yordam qilinglar, yordam. Eng kattalar, assalomu alaykum. Xayrli kun hammaga. Bugun yakshanba, maza qilib dam olasizlar. Kimda nima chiroyli gaplar? Подделка Dilnoza Kubayeva keldi. Rahmat. Avval o'xshatishardi, hozir o'xshatishmaydi. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Qachon chiqadi bu qiz?